Bugungi videoda men youtuberlarga kinish savollar berib ko'raman. Qani unda videoni boshladik. Birinchi youtuberimiz Hacker. Hacker, sifatli video olish uchun nima qilish kerak? Sifatli videodan vaqt talab qiladi deb javob berdilar. Va bizning ikkinchi youtuberimiz esa Raker. Raker, YouTube'ga qachon qaytmoqchisiz? Hozirchalik aniq emas, lekin yaqin orada qaytish niyat bor deb javob berdilar. Va bizning uchinchi youtuberimiz esa Artifact. Artifact qishloq rolda ham video olish niyat bormi? Albatta, yaqin orada shu haqida video tayyorlayapmiz deb javob berdilar. Agar siz videoni shu joyda ko'rayotgan bo'lsangiz, shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Va qaysi youtuber qolib ketganini ham kommentariyaga yozib qoldiring. Va bizning 4-youtuberimiz esa Shoxa Play. Shoxa Play, sizdek mevlar topish uchun nima qilish kerak? Kuni bilan men videolar ko'rishingiz kerak deb javob berdilar. Va bizning 5-youtuberimiz esa Master, sizga o'xshab modlarni topish uchun nima qilish kerak? Ko'proq mod kanallariga obuna bo'lishingiz kerak deb javob berdilar. Va bizning 6-youtuberimiz esa Baxus. Baxus, yoshligingizda nechta bachangiz bo'lgan? Va nima deyasiz, nima? Va bizning 7-youtuberimiz esa Reder, chopilib ketgan akingizni men chopdim desam ishonasizmi? Xo'sh, bering bo'lmasa. Yo'q. Va bizning 8-youtuberimiz esa Dizzer, YouTube kanalingizni menga bering. Videomiz shu joyda yakunlanadi. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr.